Farg'ona bozorlarida favqulodda holatlarni oldini olish bo'yicha keng ko'lamli profilaktik tadbirlar o'tkazildi. O'zbekistonning ayrim shahar va tumanlarida yirik savdo majmualari va bozorlarda yong'inlar ko'paygani sababli Farg'ona viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi, Ichki ishlar bo'limi, Milliy gvardiya, hudud gaz va elektr ta'minoti korxonalari xodimlaridan iborat ishchi guruh savdo majmualari va bozorlarda profilaktik tadbirlar o'tkazdi. Tadbir davomida umumiy ovqatlanish shoxobchalarida yong'in xavfsizligi qoidalariga zid ravishda ishlatilayotgan 42 dona suyultirilgan gaz ballonlari aniqlanib olib qo'yildi. Shuningdek, sifat kafolatiga ega bo'lmagan nostandart elektr isitgichlaridan foydalanayotgan 18 ta tadbirkorlik obyektlarida elektr qurilmalari tarmoqdan uzildi va egalariga ogohlantirishlar berildi. Savdo majmualari bloklari atrofida yong'in o'chiruvchi maxsus texnikalar harakati uchun ajratilgan yo'laklarga o'zboshimchalik bilan qo'yilgan rastalar, tovarlar va vaqtinchalik konstruksiyalar olib tashlandi. Do'konlar orasida xavf tug'dirayotgan yonuvchi matolar va osilgan temir bannerlar demontaj qilindi. Profilaktik tadbir davomida 915 nafar tadbirkor va fuqarolarga favqulodda vaziyatlarni oldini olish, yong'in xavfsizligi qoidalariga rioya etish, elektr va gaz uskunalaridan to'g'ri foydalanish bo'yicha batafsil tushuntirishlar berildi. Ushbu tadbirlarning asosiy maqsadi odamlar gavjum bo'lgan joylarda xavfsizlikni ta'minlash, yong'inlarni oldini olish va fuqarolar hayoti hamda mulkini himoya qilishdan iborat. Bu kabi profilaktik tadbirlar Farg'ona viloyatining barcha hududlarida davom etmoqda.